G'am qilish, andish qilish, ansirash, qo'rqish, pushaymon qilish qatorliq hayotda bizdan neri turishni xohlamaydigan, shu vajdan bizning jismoniy va ruhiy quvvatimizni xo'rtadigan bir qator ruhiy besimlar bizni chirmab olganda biz nima ish qilish orqali shu ruhiy kishanlarning asoratidan yoki kontrolliqidan o'zimizni ozod qilamiz. G'am yeyish, andish qilish, ansirash, qo'rqish, pushaymon qilish qatorliq ruhiy besimlarning sababi bor albatta. Biz qanday ishlardan g'am qilamiz deganda ko'pincha vaqtlarda hal qilishga chorasiz qolgan ishlardan g'am yeymiz. Ansiraymiz va shu ishlarning ilib keladigan oqibatidan qo'rqinch his qilamiz. Hamda qilolmagan ishlardan pushaymon qilamiz. Meningcha yuqorqi bizni uzluksiz holda o'zining kontrolliqi ostiga ilib kelayotgan ana shu ruhiy kishanlardan o'zimizni xoli tutish uchun oldi bilan qilishga tegishli eng muhim ish o'zimizning orzu, g'oya va nishonimiz asosida tuzgan planimizni chamimiz yetgan asosda bo'shashmasdan kuchlik ijro qilib menish. Ya'ni har bir qilgan ishimizda nishon va planni asos qilish. Shu asosda butkul diqqatimizni yig'ib planlagan shu ishlarni qilish. Chunki mayli kichik ishlardan tortib cho'ng nishongacha har bir ishga diqqatimizni berib qilgan vaqtda biz tilga olgan yuqorqi ruhiy kishanlar bizni kontrol qilish kuchidan qoladi. Masalan, bir kitobni o'qib tugatishni misol olsak, kitobni butkul diqqatimizni yig'ib o'qigan va tamomlab bo'lgan chaqda ruhiy azoblar bizni chirmab olmaydi. Aksicha bo'lganda, shu planlagan kitobni o'qimasdan uning o'rniga boshqa ahamiyatsiz vaqtni isrof qiladigan ishlarni qilish dal g'am, ansirash va pushaymon qatorliq ruhiy azoblarni elib keladi. Shunga o'zimizni ruhiy besimlardan xoli tutishning eng yaxshi chorasi har vaqtning o'zida qilishga tegishli ishni butkul diqqatimizni yig'ib qilish. Agar bu filmni yoqtirgan bo'lsangiz, yoqtirish knopkasini besishni unutmang. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.